Kimningdir davlat raqam belgisi tushib qolgan ekan. Hozir borib olamiz. Mana janoblar, ko'rsanglar bo'ladi 01X637. Kimningdir davlat raqami tushib qolgan. Bilsanglar, Ma'muriy javobgar to'g'risida kodeksining 125-moddasiga asosan nomersiz harakatlansa 2,60 million jarimasi bor. Hozir biz haydovchi bilan bog'lanishga harakat qilib ko'ramiz. O'zi nomer topganda nima qilish kerak birinchi navbatda? Birinchi navbatda biz ROD 24 ilovasiga kiramiz. Avtosignal bo'limi bor. Bu yerdan biz avtomobil raqamini skaner qilsak bo'ladi yoki kiritsak ham bo'ladi. Hozir men qani qo'ng'iroq ko'taradimi yoki yo'q. Xizmat haqqi atiga 2000 so'm berdi. Mana ko'rsanglar bo'ladi. ROD o'zining maxsus raqam orqali menga telefon qilyapti va hozir avtomobil egasi bilan ham ulab beradi. Bu ROD 24 xizmati. Hozir sizni avtomobil egasi bilan bog'laymiz. Javobni kuting. Allo, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Aka 637 davlat raqami sizniki emasmi? Dada, meniki. Bir mashinangizni qarab ko'ring-chi, mashinada bo'lsangiz nomer tushib qolmaganmi mobodo? Nomerim tushmagan? Dada, bir qarab ko'ring-chi, mashinangizdan tushib, nomer turibdimi yo'qmi? Hozir, sekund, hozir. To'xtavoryapmiz. Nomerim tushib turibsan. Dada, aka, men topib oldim, qarang. Nomeringiz qayerda turibdi hozir? Mana klinika bor ekan-ku. Dada, shu yerga keling. Shu yerga keling, turibman men shu yerda. Bo'ldi, aka, turib 5 minutda boraman. Bo'ldi, xo'p. Mana shu brat. Assalomu alaykum. Men edim aka. Siz yaxshimisiz? Qonuniy gaplashamiz. Dada, mana nomer tushib qolgani. Aka, qani topdingiz? Qayerda topdingiz? Mana men yoqqa tushib qolgan ekan. Tepadan ko'rib qoldim. O'zi bilasan, agar Qanday topdingiz aka? Men nomerim qanday topdingiz? ROD 24 ilovasini bilasizmi? Bilaman. ROD 24 ilovasiga kirsangiz, men to'g'ri sizga qo'ng'iroq qilsam bo'ladi-da, avtosignal bo'limi bor. Shu yerdan telefon qilsa, avtomobil egasi bilan bog'lansa bo'ladi. Aka, vashshayman. Gap sizni cho'taman deb o'ylamadim aka. Endi kamchilik bo'lsa ham aka. Ha, yo'q, aka, qo'ying. Faqat videoga rozi bo'ling, videoni Instagram sahifaga qo'yaman. Videoga rozi bo'lsangiz bo'ldi. Boshqa xalqqa ham manfaatli bo'lar edi-da. Mana nomer topib olsa. Siz xalqqa manfaatli bo'lsa, men o'zim kirishda davolayman. Sizga yoki o'sha podpischiklaringizga bemalol 1 million skidka qilib beraman. Bo'ldi, aka, sog' bo'lasiz. Alloh rozi bo'lsin. Agar gay xodim to'xtatganda, Ma'muriy javobgar to'g'risida kodeksining 125-moddasiga asosan sizga 2,60 million so'm jarima yozgan bo'lar edi. Bo'ldi, aka, rahmat. Bos qilib olamiz-da. Rahmat, sog' bo'lasiz.